O'rtoqlar, miflar to'g'risida gapirmoqchiman. Judayam kulgili holat, ko'pincha holatda kelishadi. Bolamda tilida dudulanishi, ya'ni logonevroz zaykaniya deyishadi ruschasiga. Ana o'sha boshlandi. Doktorlarga borsak, nimadandir qo'rqitganmi deyilib bolanglarni deb so'rashadi, deb ota-onalar aytishadi. Bu mif. Odam hech qachon qo'rqqanidan tili dudulanib qolmaydi. Yo'q. Chaqir kasali, u ham xuddi shunaqa miflarga asoslangan. Qo'rqib ketgandan keyin, stressdan keyin sahar bo'pti. Unaqa narsa ham bo'lmaydi. Chisti buni sababiyati tanadagi disbalans bo'lib turgan va noto'g'ri ratsion va qo'shimcha o'sha stress paytida o'sha inson shirinliklarni ko'p yeyish, noto'g'ri ovqatlanish yoki o'z vaqtida ovqatlanmaslikni hisobiga o'sha insulinlarni ishlab chiqarishi buzilishning oqibatida kasallik yuzaga kelgan bo'ladi. Qo'rqishdan emas.